Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, akalar ukalar, ushbu bemor akamizga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Bee'tibor bo'lmanglar, chunki bugun muborak juma kunida iltimos ehsoningizni ayamanglar. Sababi bu akamiz Yandashev Ilyosxon ismli akamiz jigar sirrozi xastaligi bilan og'rimoqdalar. Imkon boricha operatsiya qilish kerak. Endi shunga mablag'lari yetmayapti. Shunga yaqin bir o'rtoqlari, aka sizda ham auditoriyangiz katta. Shuni e'lon qilib bering deyishdi. Qo'limdan kelgancha mana sizlarga chiqarib beryapman. Muborak juma kunida ehson qilganlardan Alloh rozi bo'lsin. Like bosgan, videoni ko'pchilikka tarqatgan aka-ukalarimiz Alloh rozi bo'lsin. Ishlariga, kasb-korlarga Alloh baraka bersin. O'rtoqlar, bu akamiz Namangan viloyati Chust tumani G'avosoy qishlog'ida istiqomat qiladilar. Ehsoningizni ayamang, 5 mingmi, 10 mingmi boricha. Agar pulim bo'lganda bemalol ehson qilaman deganlardan Alloh rozi bo'lsin. Iltimoslardan video pastda bir emas, ikkita karta raqam, tepadagisi o'sha O'zbekistonda bo'lganlar bemalol o'tkazaverasizlar. Agar chetdan o'tkazaman deganlar uchun pastdagi karta raqamga boricha ehsoninglarni ayamanglar o'rtoqlar. Shu xudo xolisa bu akamiz ham inshaalloh Allohim shifo berib, oila bola chaqasiga sog'-salomat qaytib kelishlarini Allohdan so'rab qolamiz o'rtoqlar. Shu iltimos muborak juma kunida ehsoninglarni ayamanglar, like bosib tarqatib qo'yinglar. Assalomu alaykum. Hurmatli meni eshitib turgan aziz insonlar. Yandashev Ilyosxon sinfdoshim jigar sirroz operatsiyasiga pul kerakligi uchun sinfdoshim uchun sizlardan iltimos qilib chiqyaptim. Ismim Abdug'ofur Qurbonovich. Chust tumani G'avosoy qishlog'ida tug'ilganman. Sizlardan iltimos, mana shu do'stimizni 3 ta farzandi borligi uchun, farzandini oldiga eson-omon qaytishi uchun sizlarga to'g'risi iltimos qilyaptim. Agar imkoniyatinglar bo'lsa, mana shu do'stimiz uchun ozgina ehson qilsanglar. Ilohim bolalarini baxtiga sog' bo'lsin. Mana shu ehson qilayotgan aziz akalarimiz, opalarimiz, men ko'rib turgan barchaning ehsoni qabul bo'lsin. Sizlardan iltimos, mana shu sinfdoshim uchun ozgina baholi qudrat yordam qilsanglar.